Bu yoqqa keling tezda. Koreyadamisiz? Farqi yo'q. Amerikadamisiz? Farqi yo'q. O'zbekistondamisiz? Tем более eshting. Qarang. Bugun necha chislo o'rtoqlar? 2 mi? Ochach 2. 8-martga mana xudo xolasa bir hafta ham qolmabdi. O'rtoqlar, Koreyadagi bolalar arba yaxshi bo'lmadi, arbait. Fuldan ham sal muammo bor, a? Ajab. Lekin qizchalaringga aytib qo'yinglar. Qadar qasr maqtanmasin. O'zi 14 fevral kuni boru normalniy qizlar yigitidan sovg'a kutmasdan o'ziga o'zi olib, rasxut qilib qo'ydi. Masalan, men ham. O'shaning uchun 8-martda bunaqa qilib maqtanmasin. Yana 7-martdan qo'yib olishadi. Mayda yigit yo'qlarda ham o'ylashsin, maqtanmasin. Jonim rahmat. Asalim rahmat. Boringizga shukr. Parvonim, toychog'im. Padarkan olguncha aytaveradi shunaqa deb. Padarkan olgandan keyin unaqa bo'lmaydi, baribir urush qiladi. Bu oyda cho'ta qizlaring yaxshi yozyaptimi? Telefon qilsalaring normalniy ko'tarib, baqirib tashlasalaring ham xo'p bo'ladi deb turibdimi? Maqsad nima? Padarka olish. Normalniy bola u fevralda boshida, dekabrda oxirida urush qilgan. Chunki mart keladi, bunday qaraydi roza oyi, bunday qaraydi nevigitni, bunday hisob kitob qiladi, roza oyi menga nevigitni ekan deydi. O'shaning uchun davini o'sha tapini yedirib olgan. Koreyadagi bolalar ko'rishasizlar. Ovqatlanasizlar, kofe olib berasizlar. O'tbotga bora olmaysizlar chunki roza. O'shanaqa gaplar o'rtoqlar. O'shaning uchun yo'q beringlar, bermanglar emas, berib kelgansizlar, berasizlar sovg'a o'rtoqlar. O'shaning uchun maqtanishmasin, bo'lmasam dugonasini ham birday ko'ringlar. Bunday qaraysizlar, dugonasini yigiti yo'q, masalan, meni o'rtog'imda yigitlari eshitadigan bo'lsalaring. Men ham odamman, menda ham yuragim bor. Yigiti yo'q degani buni yuragi yo'q degani emas, o'rtoqlar. Menga ham qo'shib berib yuboringlar sovg'a bo'lmasa. 8-mart xotin qizlar bayrami. Qizingizni bayrami deyilmagan. Hammani birdek ko'ringlar. O'rtog'ini ham birdek ko'ringlar. Zora, mana shu videoimdan keyin menga ham sovg'a kelib qolsa. Mayli, tilla kelmasa, gul-pul kelmasa ham mayli. Ana gulimni tasholmayapman. 14 fevralda olgan gulimni o'rtoqlar necha bo'ldi? 8-martga ham o'shan video qilib qo'yib qo'yaman. Mun qaranglar, hozir ko'rsataman. Mun qaranglar. Yaxshi saqlayapman o'rtoqlar, yaxshi saqlayapman. Chunki 14 fevralda katta rasxut qilib bordim o'zimga o'zim. Chunki yuraklarim og'rib ketdi-da. Yana 7-martdan qo'yib olishadi-da o'rtoqlar. Sizlarda ham dugonalaring shunaqami? Meni dugonalarim shunaqa. Rahmat jonim. Bunday qarasangiz, u jonimmi, amakimmi deb qo'yaman. Dugon kim bilan gaplashyapsan desam, dollari bilan qara, dollari bilan, vonlari bilan qara, vonlari bilan, tillalar bilan qara, tillalar bilan sevib qolasan deydi meni dugonalarim ba'zilari. Yigitimni qarasangiz, yigitini qo'yib qo'ying, amakimni qo'yib qo'ying. Lekin bunday qarasangiz to'g'ri deyman, sho'rlik senga ham qiyin deb qo'yaman, bo'ldi. Uncha ko'p gapiraman. O'shaning uchun aytinglar, mana senga sovg'a deylar. Menga desa 10,000 dollarlik sovg'a bermaysizlarmi? Paxtanmasin. Yuragi ezilganlar bor, yigiti jo'qlar bor. Ularni ham o'ylab qo'ysin, aytinglar. Oytovoq qizchalaringga. Ajab bo'pti. Men o'zimning fikrimni bildirdim. Bolalar bugundan keyin bu videoimni ko'rgandan keyin tем более Koreyadagi bolalar uxlolmay chiqadi. Yuna to'g'ri aytdi. Bugun 2, ertaga 3. 5 kun qoldi. Onasini emsin. Endi urusha olmaysizlar. Urush chiqarmanglar. To'chna qiz bola biladi. O'l past deydi. Endi iloji yo'q o'rtoqlar. O'zbekiston pul nima bo'lyapti? O'zbekistondan pul chaqirtirib bo'lsa ham endi nima desa o'shani olib beringlar. Urushmanglar endi. O'g'il bolalik degan g'ururlaring bor. Normalniy bola aytayapman-ku, dekabrda oxirida urush qilib olgan.
Endi hozir mart oyida urush qilib o'tirmanglar, janjal qilmanglar. Foydasi yo'q. Haymi? Haymi? Kechqurun batro yeyman, kiringlar o'rtoqlar. Yuragi siqilganlar bir bo'lib chaqchaq olamiz. Haymi? Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Iftorlikgacha ozgina sabr. Charchamanglar.